Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizga bir savol. Oxirgi marta farzandingiz bilan telefonsiz qachon suhbatlashdingiz? Yoki o'zingiz telefonni 1 daqiqaga deb qo'lga olib, 1 soat o'tib ketganini sezmay qolganmisiz? Bunday ahvollar juda ko'p bo'ladi. Agar javobingiz ha bo'lsa, bugungi mavzu aynan ana shu haqda. Bugun telefon hayotimizning bir qismiga aylandi. U orqali ishlaymiz, bilim olamiz, yaqinlarimiz bilan muloqot qilamiz. Ammo telefondan maqsadsiz va me'yordan ortiq foydalanish jamiyatimiz uchun juda ham jiddiy muammoga aylanib boryapti. Ham jamiyatimiz, ham oilamiz uchun ham. Ayniqsa bolalar va o'smirlar soatlar telefon o'yinlari, ijtimoiy tarmoqlar va turli videolar bilan vaqt o'tkazmoqda. Buning oqibatida o'qishga qiziqishning pasayishi, diqqatni jamlash qiyinlashishi, uyqu tartibining buzilishi va oila bilan muloqotni kamayishiga olib kelmoqda. Shifokorlar ta'kidlashicha, ekranga uzoq vaqt qarab o'tirish ko'z charchashi, ko'z qurishi va noqulaylikka sabab bo'lishi mumkin. Psixologlar esa ekran vaqtida me'yordan oshib ketsa, ayrim bolalarda jahldorlik, bezovtalik, telefondan ajralish qiyinlashishi kuzatilishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Eng katta yo'qotish esa vaqt. Telefonda o'tgan soatlar kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, yangi hunar o'rganish va oila bilan suhbatlashish imkoniyatini kamaytiradi. Eng muhimi, bolalar ota-onasidan o'rnak oladi. Agar ota-ona hamisha telefonda bo'lsa, bola ham shuni tabiiy deb qabul qiladi. Ovqatlanish vaqtida hamma telefonga qarab o'tirsa, oiladagi suhbatlar ham asta-sekin yo'qolib boradi. Shuning uchun o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Har kuni kamida yarim soatni telefonsiz o'tkazaylik. Farzandlarimiz bilan suhbatlashaylik. Birga kitob o'qiylik. Sport bilan shug'ullanaylik. Toza havoda sayr qilaylik. Telefonni ta'lim, ish va foydali ma'lumot olish uchun ishlataylik. Telefon bu vosita. U hayotimizni yengillashtirishi kerak, ammo uni boshqarmasligi kerak. Hayotimizni telefon boshqarmasligi kerak. Aziz ota-onalar, farzandlarimiz kelajagi ularga aytgan gaplarimizdan ko'ra har kuni ko'rsatayotgan namunaga bog'liq. Keling, farzandlarimizga telefonga qaramlikni emas, kitob o'qishni, mehnat qilishni, sportni va oila bilan birga vaqt o'tkazishni o'rgataylik. Shunda sog'lom, bilimli, ma'naviyatli avlodni tarbiyalay olgan bo'lamiz. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. To'liq foydali mavzularni Hayot bobo o'g'itlari YouTube kanalida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.